Odilxon Kamolov $200,000 jarimaga tortilishi mumkin. Bunga sabab Odilxon boshqa ligada jang qilayotgani. Octagon Liga Odilxonni sudga berdi va undiriladigan jarima $200,000 bo'lishi mumkin. Jang 26 aprel rossiyalik Mikan Divanovga qarshi. Bu jang ancha jiddiy bo'lishi kutilmoqda, chunki Alash Pride Octagon emas. Va shu kunning o'zida Alash Pride chempioni Bobur Abdulazizov Shimkentda Alash Pride 107-turnirida qirg'izistonlik Nazarov Humoyinga qarshi jang qiladi va tojikistonlik shoumen Adam Kipish ham Odilxonga tish qayragani aniq, lekin o'ziga ehtiyot bo'lgani yaxshiroq. Bu turnirda bir qancha o'zbek jangchilari ham jang qilishadi va Vodiy MMA komandasi ham arenadan sizlar uchun eksklyuziv videolar taqdim etamiz. Jangni arenadan kuzatishingiz mumkin, chunki Shimkent-Toshkent 1 soatlik yo'l degani. Bilet silkasi storiesimizda. Temir bandaj oldim eshitchu. Bo'yiga tayyorgarlik. Chempion Doston Bozorov navbatdagi jangi uchun temir bandaj sotib olganini aytmoqda. Sababini barcha yaxshi biladi. Albatta o'zingga ehtiyot bo'l, sopernikingni kirisa tutma. Yana bir shum xabar, hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev avtohalokatga uchradi, lekin zarar jiddiy emas. Va yana Odilxonga qaytamiz. Kamolov bu jangidan so'ng o'ziga BMW avtomobilini sotib olmoqchi, chunki gonorar qoniqarli. Vodiy MMAdan uzoqlashmang, obuna bo'lib qo'ying.